Agar 100 ta 200 talab xuddi mana shunday qo'y boqadigan bo'lsangiz, lekin 3 kunda bir xuddi mana shunday bola tashab qo'yadigan bo'lsa, qo'yni yaxshisi boqmaganingiz ma'qul. Xuddi mana shu qo'rada ham 3 kun ketma-ket 3 ta qo'y bola tashlab qo'ydi. Sababi, xuddi mana shunday chorva hayvonlaringizni saqlash va ularni davolash haqidagi ma'lumotlar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz videomizni boshladik. Birinchi navbatda hayvonlar saqlanadigan joyda mexanik ta'sir ko'rsatuvchi jismlarning bo'lishi. Keyin esa onaning organizmida turli xildagi makro-mikro elementlarning hamda vitaminlarning yetishmovchiligi. Qo'ylar hamda mollarda asosiy sabablardan birinchisi bu bola tashlashga sabab bo'ladigan yuqumli kasalliklar. Hozir 3 ta bola tashlangan qo'yga qanday qilib davolash yo'lini ko'rsatib beramiz. Infeksiyalarni o'ldirish hamda yiringlashni oldini olish uchun oksitiratsiklin antibiotikdan ishlatamiz. Bachadonlarni qisqartirish uchun oksitotsin ukolidan ham foydalanamiz. Bachadonni ichini tozalashga hamda qolganlarni tashqariga chiqarib yuborish uchun uterotondan 4 gram muskulga qilamiz. Qolgan qo'ylar ham bola tashlashini oldini olish maqsadida ichkaridagi oxirlar tashqariga olindi va qo'shimcha ravishda ratsionga qo'shimcha ravishda immunomak tuzini kiritdik. Bu bruselloz, tuberkuloz hamda xlamidioz kasalligini davolashda oldini olish maqsadida ishlatiladi. Bulardan tashqari immunitetni kuchaytiradi, surunkali kasalliklarni davolashda ham ishlatiladi. Bundan tashqari homilaning erta tug'ilishi hamda o'lik tug'ilishini oldini oladi. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying va moli hamda qo'yi bola tashlayotgan do'stlaringizga yuborib qo'ying.